Assalomu alaykum hammaga. Xormeli YouTuberchilar tuzumsizlar charchamayapsizlar. Men sizlar bilan ergashib Ruhon xush kelibsizlar suhbat playlistiga. Bugungi mavzu Instadan chiqib ketganligi, Insta yo'llari o'xshamaganligi haqida gaplashamiz. Undan oldingi videolarda aytganman nimaga ma'lum qo'yayotganimni. Iceberg muzni qo'lim ishib ketgan, qovog'ari chaqar o'shanga iceberg ustiga qo'yib, sochimni bundoq olaman, o'rab olaman. Mavzuni boshlashdan oldin ishga bugun chiqmadim. Gapiryapman bahonada vaqt borligida. Ishga chiqqanimda gapiraman deb kelib gapirmayaptim. Bugun gapirish nasib qilgan ekan, xudoga shukr. Shu har xil temalarda gapirib chiqyapman. Endi hozirgi navbat Instadan chiqib ketganligim haqida. Hop. Instadan chiqib ketishdan oldin Insta juda katta menda planka edi. Insta boshida Toshkentda maktabni bitirganimda nima plan bor edi? Qaysi institutga, ya'ni Jahon tillari universitetiga topshirish edi. Jahon tillari universitetiga men topshirayotgan paytda Luboy institutda 5 ta bir xil fakultetiga topshirish imkoniyati bor edi. Men nima qildim? Men Jahon tillarini 5 ta fakultetiga topshirdim. To'g'ri aytdimmi shuni? Yutib qo'ydim. Hozir bir xil fakultet oldim. Jahon tillarida bir xil fakultet 5 ta bo'lgan. No, imtihoni bitta, adashmasam. Imtihoni bitta. O'shanda ikkita imtihon edi, ingliz tili bilan ona tili adabiyoti edi. Faqat. Shular edi ular. 5 ta fakultetda ham o'sha imtihon shunaqa bo'lgani uchun iloji bor edi. O'sha jahon tillarini 5 ta anaqasiga topshirgan edim. Maktab bitirishim bilan o'xshamagan. 90 ball olganman. 90 ball olganman. O'zi necha olish kerak ekan? 150 dan oshib olish kerak edi. Kontrakt ilinadi shunda ham. Kontraktga ham ilinadi. Shunda ham xullas kirolmadim. Qaysidir ma'noda yaxshi ham bo'lgan o'sha payt jahon tillari, chunki qiynalib qolardi ancha kontraktga, keyin o'tga borib, uni xarajatlari, kontrakt xarajatlari, o'qishi top, yana repetitorga qatnash. Chunki ungacha ingliz tilini yorib qo'ygan joyim ham yo'q edi. Ingliz tilini bilmayman hozir ham. Elementary desam, o'sha payt ham elementary edi, lekin o'sha paytda fokusida elementary bo'lsa ham men как будто juda yaxshigina men ingliz tilim bor deb o'ylardim. Unaqa emas. Xullas o'sha payt 90 ball olib institutga kira olmadim. Qaysidir taraflar yaxshi ham bo'ldi o'sha payt. Kirsam ham adashib qolib, boshlasa ham boshqa adashib yutib qolarmidi, yana bilmadim. Xullas birinchi harakat qilganim Jahon tillari universitetiga edi. Ham nima edi? Nimaga unaqa? Sabablari ham ajoyib. O'sha payt o'ylaganimni eshitsangiz kulib olasizlar. Farxatskiy yonidagi Jahon tillari universiteti yangi qurilganlardan, o'sha payt почти yaqinlarda qurilgan edi. Jahon tillari Farxatskiy yonida, meni uyimga yaqin. Meni uyim shu istirohatda yonidagi Gulzor mahallasida Ko'kcha mozori, Ko'kcha masjidini ko'pchilik biladi. Ko'kcha masjidini biladi ko'pchilik. Archa ko'chani ko'pchilik biladi. Istirohat ko'chasini ko'pchilik biladi. O'shani yonida joylashgan Gulzor mahallasi bor. Gulzor ham deyiladi, General Uzoqov ham deyiladi. Kichik halqa yo'li ham deyiladi. Xullas o'sha mahallada turaman. O'sha yerda xullas yaqin menga Farxatskiy yonida Jahon tillari. Ikkinchisi, Jahon tillarida ko'p qiz bola o'qiydi. O'sha anaqada qiz bolalar takoy rahmatli nimadirlar bo'lar, ko'p qizlar bor deb Jahon tillariga topshirganman. Miyani qaraydi ishlashini. Yana uchinchisida uni ko'p anaqa qilganman, u planim bor edi, o'qituvchi bo'laman, tarjimon bo'laman degan ko'p aytardim. Maktabda tarjimon. Endi boshida oshpaz bo'laman dedim. 5-6 sinfda tarjimonga o'tib olgan edim. Tarjima. Elementary bo'layotibdi. Institutga topshirayotgan paytim o'zida. Uni o'zida kamida 6,5-7 alif bo'lgan bo'lishi kerak edi. Xullas o'xshamadim. O'xshamagandan keyin men institutga topshirmayman deganimga keldi. Unda o'rtasida keyin kars tillariga tayinlanishni boshladim. Kars tillariga tayinlanib, o'sha oyimman bitta ish bo'yicha tanishlarimni o'g'li Koreyaga ketgan edi. Brat ketgan edi. O'sha Koreyani ketgandan keyin uni xabari, uni aurasi, uni atmosferasi bizning ham uygacha shamoli kirib keldi. Shamol kirib kelgandan keyin menga ham katta motivatsiya bo'lib ketdi. Men ham kars tilini o'qiyman dedim. Davay, menga pul beringlar.
davay repetitorga boraman, o'sha jo'natgan kompaniyani repetitoriga boraman dedim. Bir qatdan pul topamiz deb ketishdi, pul u yoq bu yoq deb bir borishni boshladim. Borishni boshlagandan keyin bir 6 oy o'qidim, o'sha dokumentlarni ham tayyorlash, o'sha tavakkal anaqasiga o'tamiz deyildi. Oyman o'sha davay bosamiz dedilar. Harakat qilib ko'raman o'g'lim dedilar, san uchun mashinani sotib u yoq bu yoq dedilar. Keyin ham o'qidim. 6 oy o'qigandan keyin o'qishni tashladim. U yog'iga dokumentlarni ishlab boshlanib ketib qoldi. Keyin 6 oy o'qishni davom etib, 6 oy o'qishni tashlaganimda shu xullas общий 1 yil ketib qoldi. Mana shu koreys tili yo'nalishiga o'sha ketishimgacha, o'sha ketishimgacha Janubiy Koreyaga, men Janubiy Qozog'istonga yo'qishdim ichida, o'sha Janubiy Qozog'istondan notuvchim edi. O'sha Janubiy Qozog'istonga ketishim kerak bo'ldi. Xullas pul mashina sotildi, pul tikildi, tavakkal qilindi. Boshida 6 oy o'qidim koreys tilida, keyin dokumentga o'xshab qoldi. Nerealniy edi, o'sha o'xshamaydi degan edi, o'xshab ketib qoldi. O'sha dokument keldi, qabul qilindi, o'sha pechatga yuborib, pechatdan qog'oz keldi, sanga deyildi. O'sha ogohlantirishda xursandmiz. Men вообще xursandman. Wow, Janubiy Koreyani bo'lar ekanman. Wow, ana davomda cho'qqida, ana nima samoviy ishni ko'rib, vabank ko'rib, ana kimlarni ko'rib borib, seriallarni ko'rib, Koreyani ko'rganmiz, o'sha anaqalarni ko'rar ekanman dedi omad. U paytda hozir ham ana BTS Blackpinklarga qiziq qilmayman unchalik. O'sha paytda Koreyani taassuroti menda o'sha vabankdan edi. Vabank, ya'ni o'sha o'zbekchasi taqdir o'yini, Kimino o'sha aktyorlar, qahramonlar nomi Kimino, o'sha serial anaqasi menda вообще bomba bo'lgan. Ikkinchisi Samoviy ishq, uchinchisi Irisida. Irisda ham birinchi sezonida Irisda o'sha Kimino o'ynab, bitta o'rtog'i bilan o'sha josuslik anaqadir yo'llariga kirish, o'sha seriallarni ko'rib, Koreya taassuroti o'shalardan kelgan, 3 ta taassurotdan qolganini men bilmayman. Qolgan qanaqadir armiya, qanaqadir nimadirlar, kimdirlar, joylar menga notanish umuman notanish. Hozir ham shu muhitda yashasam, Janubiy Qozog'istonning muhitida yashasam ham menga bu muhit begona. Unaqa ko'pchilik o'ylaydigan narsadan unaqa o'ylamaganman. Menda boshqacharoq ishlayotganimda Kiminani anaqasidan, Koreyani anaqasi ochilgan. Ular shunaqa ketar ekanman, wow bo'lgan, inst kirar ekanman, inst pul, wow. Maza. Nima bo'ldi? Ketishdan bir ozgina qolganda videolarga bormayman deyman. Nimaga deyishmoqda? Men tayyor emasman deyman videolarga. Qanaqasiga deyishmoqda? Ya men borolmayman, men oldin topik olishim kerak, topikni olib mixlashim kerak, keyin men u yerga bora olaman. Hozir men qanaqasiga u yoqda men o'xshamay qolsa-chi, u yoq bo'lsa-chi dedim. Ya harakat qilasam yo'q bu yoq bo'lib ketadi deb, o'shanda ketib qoldim oxiri bo'pti, okey deyildi. Bir anaqa yig'ladim, ham shu payt yig'ladim. Bo'lmaydi, tushunmayapsizlar, nima? Men topik olishim kerak, o'zim kuchsiz his qilaman, cho'ta anaqa bo'lib ketib qolishim mumkin, boshqacha bo'lib ketib qolishim mumkin deb shu payt gaplashib yo'q ketib qoldim-da. Xudoga shukr, vaqtida ketirilgan ekan, keyin qiyin bo'lib ketib qoldi. Keyin borish qiyinlashib ketishi mumkin edi. Masalan, yana zo'rroq bo'lib o'qib olib desam, o'sha boshqa ssenariy bo'lib ketishi mumkin edi. Yaxshi bo'ldi, lekin institutga kirdim. Baribir glavniy maqsadim menda pul bo'lgani uchun institut yo'llari o'xshamadi, o'rtoqlar, youtuberchilar. Bu mavzuga ham oxiri keldik. Ko'p videolarda qanaqadir gaplarim bor deb sekin ochilyapman, qaysidir gaplarni gapirib tashlolmayman. Sekin institut xonaqasiga ham keldik. Institutdan shu chiqib ketdim. Institut yo'llari o'xshamadi. Institutda ancha o'qidim. Til kursida o'qiganman, birinchi til kursida o'qiganman. Til kursida o'qib, til kursida yarim yil o'qidik, adashmasam yarim yil o'qigandan keyin shu institutda 1.5 yil o'qib, ikkinchi kursgacha toza rasmiy o'qidim. Yo'q, zo'ram eslolmayman. Kulgili mash joyida nitoji. Aybim bu katta. Bu joylarni aniqdan aytib berishim kerak. Shu joydan ham bilsanglar bo'ladi. Institutga juda katta qaratmaganman, fokusi ko'proq pul. O'zbekiston Toshkentda nimadir problemani hal qil yoki bu yoqda shu paxat qilish kerak, topish kerak nimadir. Xullas har xil temalar. O'sha anaqasida xullas ozgina institut o'qidim, keyin institutda yarmiga kelganda shu ikkinchi kurs ham tugatganimda u yog'iga kelganda men to'xtatdim, chiqib ketdim.
Lekin главный man o'ylashim bo'yicha institut o'xshamagan bo'lsa ham man yana kelajakda top universitetlarga, dunyo miqyosida top universitetiga kirishim mumkin yoki Toshkentdagi top 3taga kirishim mumkin. Bu degani umuman instsiz man muvaffaqiyatga erishaman degancha anaqa ham yo'q. Lekin diplom bo'lmasa ham institut diplomi, kollej o'zi bo'lmaganida 11 yil o'qib, man kollej ham ko'rmaganman. Xullas institut diplomi ham yo'q hozirchalik. Lekin man institutdan ko'p narsa olib bo'ldim. Institut glavnisi kelishi, bu yoqqa kelishi anaqasini ta'minladi. Bu yo'ni atmosferasida 1 yil, 1,5 yil mustahkamlashib olishimni ta'minladi. Nima desa bo'ladi, mani networking bilan tanishtirdi. Yangi tanish-bilishlar orqali Xudo nasib qildi menga o'sha ishimni topishimni, ko'proq pul topishimni, o'shalarni nasib qildi. Keyin o'zi institut biznes sohasini tanlagan edi. Biznes sohasi ko'p o'zbeklar kirgan edi. O'zi biznes sohasi institutdagi eng arzoni, eng o'sha oddiy fakultet edi. O'sha fakultet tanlangan edi. O'sha paytda pul topardik. Demak, men nazarimda o'zi biznes nima? Pul topishmi? Pulni aylantirishmi? Pulni nimadir qilib ko'rishmi? Demak, prosesga o'tib ketildi. Prosesga o'tib ketib qolindi. Menimcha institutdan olib bo'lindi hamma yaxshi narsalar. Institut juda katta menga yordam berdi, meni rivojlantirdi. Даже oxirigacha bormagan bo'lsam ham, diplomni olmagan bo'lsam ham, menga juda katta foydalarni tegdirdi. Men kattakon rahmat aytib qolaman institutimga. Institutimdagi direktorlarga o'zim rahmatimni aytib qolaman. Ular qo'shilsa ham kerak bu narsa, chunki o'zbekcha qiyin, yana mana вообще долгий история. Ну, men aytmoqchi, bu yoq taraflarni tushuntirmoqchi emasman. Bunaqasiga ham tushuntirsam bo'ladi. Institutda men ravoqishni ko'rmadim, institutda ishlashni o'rganmadim. Institutda уже men rivojlanmadim. Institut уже nima ekan, bitirsam ishni bo'lmas edi, diplom olsam unaqa bo'lmas edi. Bunaqa deyishim mumkin, lekin уже boshlanishidan bu yo'l bilingan edi. O'zi bu institut tanlanishi, pulli tanlash. Bu institut unchalik o'qish emas. O'qishli top universitetlarga kirilmayapti. Masalan, O'zbekistonda pul jo'natib yashashga, o'qishga pul jo'natib, o'shanda o'qiydigan sistemaga kelinmayapti. Oldindan shunaqa tavakkal qilib butun pulni tikilinyapti. Shu pulni qaytarish kerak, qo'ldan kelgancha qaytarmasa ham mayli, qo'ldan kelgancha baribir o'g'il bolamiz uydagilar etmasa ham, tiramasa ham odam ichidan baribir keladi, qiynaydi, o'shani qilish kerak. Qo'ldan kelgancha o'sha qilinyapti. Boshdan xullas aytadigan bo'lsam, bu sistemaga aniq edi imzo qo'yilgan. Prosta realityda yoqmasligi mumkin. Realityda o'sha haqiqiy hayotda yuz kelinganda bu nima og'ritadi odamni charchatadi, yoqimsiz. Boshdan bilingan edi. Aytadigan bo'lsam, institutdan ko'nglim to'q. Institut xudo xolasa yana yangi institutga harakat qilib ko'raman. Kulgili bo'lsa ham, g'alati ko'rinsa ham, why not o'xshab ketishi mumkin. O'shanga aytadigan bo'lsam, institut bitirmagan bo'lsam, institut yo'llarida, eshiklarida qanaqadir yashadim. Boshqa davlatnikida qaysidir ma'noda atmosferasini ko'rdim. Atmosferasini his qildim. Shuni o'zi ham nasib qilgani uchun ham Xudoga shukr deb qolaman. Xudo xolasa yana balki boshqa institutlarning atmosferasini qilib, yana yangi tanishlar bilan tanishlar orttirib, balki yana nimadir ishlar qilib ko'rish nasib qilar. Bu institutda juda katta professorlar tanish orttira olmadim. Professorlar bilan nimadir tanish orttira olmadik. Faqat do'stlar, boshqa narsalar bo'ldi. Professor balki keyingi topshirgan institutda professorlar bilan networkingni oshirish, boshqa odamlar bilan, ya'ni har xil dunyoqarashli, har xil yo'llardan o'tib kelgan odamlar bilan gaplashib, suhbat qilib, ular bilan tanishish balki nasib qilar. Ko'ramiz. Why not? Kelajakni aytadigan bo'lsam, umuman institutga harakat qilmoqchi emasman demayman. Institutga kirishim mumkin. Top 3dagi, O'zbekistondagi, yoki Toshkentdagi yoki dunyodagi top 20 taga kirish niyatim bor, xudo xolasa. Why not? Why not? Shu. O'rtadan nimadir o'rganarman, nimadir qilarman, bitira olmayman, nimadir foyda olarman o'rtadan. Shunaqa gaplar. Hozirchalik shu narsani gapirmoqchi edim. Shu narsani aytmoqchi edim. Yana nimani aytsam bo'ladi? Hozir ozgina o'ylab olaman. Suv qolmadi.
hozirgi institutni ham o'qib turib katta natijalarga erishsa bo'ladi. Lekin men har doim pul bilan birinchi pul, ikkinchi o'qish qo'yganman. Shuning uchun shunaqa bo'lib ketib qoldi. Meni taji institutda o'qimoqchi bo'lgan odam, o'qish yo'lini tanlagan odam erishadi o'zini xohlagan любой yo'nalishiga. Masalan, birinchi kursda meni institutda o'qib turib, keyingisida to'plangan institutga o'tib ketish imkoniyati bor. Просто menda toza tan olaman. Menda plankalar, birinchi maqsadlar pul edi, pul. Shunaqa bo'lib ketib qoldi. O'qishni men yoraman deb o'ylardim. Maktab anaqalarida o'qiganman, konspelni yozganman. Pulni juda 5 yil zo'r o'qigan, 5 yil uchun o'qiganman. O'zim uchun sevib nimadir o'qimagan bo'lsam, 5 yil lekin qotirib 5 yil olish uchun hamma narsa qilib chiqqanman. Soxta bo'lsa ham. Institutda unaqa narsalar ishlamasa ham, nazarimda institutda o'sha toza odam o'zini qiziqqaniga qiziqishi kerak, o'shanga ko'proq harakat qilib, o'sha sohaga qiziqayotgan odamlar bilan do'stroq bo'lib, o'sha o'rtoqlar bilan do'st o'tkazish kerak. Shunaqa ekan, institut zo'r anaqa, lekin atmosfera ekan, institutda men maza qildim. Bu orzu edi institut anaqasi. Даже boshqa davlatda institutda oddiyroq bo'lsa ham, даже boshqa davlatda institutning atmosferasini ko'rdim. Katta o'zimga yarasha yordamlar, o'zimga yarasha manfaatlar oldim. Menga juda katta foydasi tegdi. Diplom oxirida bo'lmasa ham. O'shanda keyingisida ham yana nimagalar to'playlarga harakat qilib ko'raman. Unda ham diplom bo'lmasa ham, balki nimadir foyda olib chiqib ketarman undan. Shu maqsad. Japoniya yujani institutni unutish degan narsalar yo'q menda. Menda 50 yillik qolgan institut temasi shu. Shu narsani gapirib olmoqchi edim YouTuberchilar. Hozirchalik menda shunaqa gaplar. O'zinglar nasibinglar, yana yaxshi kunlarda gaplashish nasib qilsin. Sizlar bilan Ergashevxon bo'ldi. Ovozim past gapiraman, to'g'ri shu narsalar menimcha yaxshi eshitiladi videoda. Qo'lim qarang yuzda. Sal qusaydi-yu, menimcha ertalabga harakat.